Agar siz avtomobilingizni komfortli qilib olishni xohlamasangiz, sizga qiziq bo'lmasa, keyingi videoga o'tkazib yuboring. Demak, qiziq ekan. Qarang, sizga shum izolyatsiyani ko'rsataman. Shum izolyatsiya deganda farqi yo'q. Qanaqa avtomobil bo'lishidan qat'iy nazar, uni qilib olgandan keyin effekti umuman boshqacha bo'ladi. Mana mashina misol uchun polniy tunikadan iborat. Tomi-yu, poli hamma joyi. Shu tunikalarni vibra effekti bo'ladi, mashinani qaltiratadi. Mashinangiz qanaqa zo'r bo'lishidan qat'iy nazar, zavod bu narsani qilmaydi. O'shani hisobiga sizda bunaqa effekt hech qachon bo'lmaydi agar qilmasangiz. Shuning uchun любой mashinani farqi yo'q, eng zo'ri bo'ladimi, oddiysi bo'ladimi? Shum izolyatsiya professional qilib qilingandan keyin birinchidan vibra izolyatsiyasi yutiladi. Mashinadagi qaltirash, yoqimsiz tovushda kamayadi. Undan tashqari vibradan keyin termoizolyatsiya yopishtirilsa, mana bunaqa bu mashinaning ichidagi suv sovug'ini saqlab beradi. Yozgi kunida quyoshda turganda mashinaning ichi qizib keturmaydi, qishda zax bo'lmaydi. Konditsionerni yozda gurullatib ishlatib, nagruzkada ishlatmaysiz. Salon ichidagi harorat yaxshi saqlangani uchun rasxod kam bo'ladi. Xuddi shunaqa pechkani ham qish kunida kamroq ishlatasiz. Ayniqsa elektromobil bo'lsa, juda ham katta ekanini qilib beradi. Bu o'sha metalldan o'tayotgan zaxlarni ushlab berganini hisobiga. Undan tashqari zvuk izolyatsiyalar ishlatamiz. Hozir keyingi qismda zvuk izolyatsiyalar bor. Zvuk izolyatsiyadan keyin avtomobil ichidagi ovoz juda ham shovqini kam, jimjit, yoqimli bo'ladi. Tashqaridagi ortiqcha yoqimsiz ovozlarni hammasini to'sadi va mashinaning ichini komfortli qilib beradi. Bu avtomobilingiz qanaqa avtomobil bo'lishidan qat'iy nazar, chiroyli qilib shum izolyatsiya qilish kerak bo'lsa, murojaat qiling. Hozirgi kunda narxlarni ham chiroyli qilib beramiz. O'zini ham eng professionalni yaxshi sifatda qilib beramiz. Avtomobilga bor yo'g'i 50, 60, 70 kilo bes qo'shiladi avtomobilingizning razmeriga qarab.